Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun mana o'sha yetgan eng arzon bozor. Arzon bozor dedik. O'sha gap. Tarvuzlarimizni 1 kilogrammi 6000 so'mdan. Qovunlarimizni nech puldan o'zi aka? Donasi 10 ming so'm. Donasi 10 ming so'm deganda kichkina mushta qovun bas. Mana ushlab ko'rishlaringiz mumkin. Mana shuncha qovun. Mana shuncha qovun. 3 kilo, 4 kilo chiqadigan qovunlar 10 ming so'mdan. Qovunni kilosi 3 ming so'm bo'lib ketdi qadrdonlar. Bir qator ko'rishlaringiz mumkin. Bular nech puldan? Donasi 5 ming. Donasi 5 ming. Voy, qadrdonlar, vashchi uyaltiradigan ish bo'ladi. Siz aka olmang endi. Charchamayapsizlarmi? To'rtin joyga kelib qolibsiz. Nech puldan o'tapchilar? Mana shular endi. 30 ming so'm. Hammasi narxi har xilmi bularda? Bular nech pul? 80 ming. 42, 43 razmerlarimiz ham bor ekan. Faqat ko'rishlaringiz mumkin. Qadrdonlar. Rahmat. Hojiboy nech pul bular? Bular jodimiz bir kishi kezaveradi, engashmaysiz. Quruq qilqaveradi, qimchiq qolmaydi. Pichoq restordan. Hop, bularning narxi 350 ming so'm deymiz, kelishtirib beriladi. Ha. Somon pichoq. Anaqa zanglab ketmaydigan nima? Ha, atsinkovoy tumika. Xudo xolasa yosh bolalar ham ishlataveradi, ayollar ham ishlataveradi buni. Shunaqa keskin. Somondan kezaveradi, ko'k o'tni ham qo'yadi, qimchiq qolmaydi. Chap qo'ldan surib, o'ng qo'lda kesaveradi. Hop. Bunisi bu drabilka jodimiz. Somon, pichoq, poya, bu demak hamma yoq chiqaraveradi. 6,5 kilovat, 3,5 ming oborot. 6,5 kilovat degani endi 220 da ishlayveradi. 220 da ishlaydi, 6,5 kilovat, 3,5 ming oborot. Kelman shopidaqa poyani ham yediriladi. Juda maydalar, somonlarni 3 xil chiqaradi. Hop. Puli nech pul endi hojiboy? 2 million 800 ming so'm kami bor. 2 million 800. Ha, endi shunaqa bu ham 6,5 kilovat, 3,5 ming 220, puli 3 million so'm kami bor. Kelishib beriladi. Kelishib beriladi. O'choqlarimiz nihoyatda injiq, og'ir materialdan bo'lgan yangi turbadan qilamiz. Katta razmerda yasab beraveramiz. 1 santimetr keladigan. 300 ming so'm bu. 300 ming so'm. Ha, 500 lik 22 ta qozondan 30 ta qozongacha tushaveradi. Bunisi qancha? Bunisi qancha? Bunisi 3 million so'm, bunisi 2 million 800 ming so'm kamlari bor. Kelishib beriladi. Zo'r xudo xolasa. Charchamang. So'rab ketyapmanda endi. Ha, so'raganda epiyu. Qadrdonlar ko'rishlaringiz mumkin. Mana chekkalarini ham o'ta nikel ishlatilgan. Zo'r chiqqan xudo xolasa. Faqat ko'rishlaringiz mumkin. Videomiz o'sha Eskarab qishlog'idan olib bordik. Faqat ko'rishlaringiz mumkin. Bu aksariyat bu joy mol bozor hisoblanadi. Mol bozor hisoblanadi. Mol bozorning naryoqda ichkarida o'tomonga kirgani bo'lmadi bizga. Assalomu rahmatulloh, YouTube kanalimiz obunachilari, musofirdagi aka-ukalar ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Hormanglar endi. Bugun Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Eskarab qishlog'iga, dunyodagi eng arzon bozorga kelganmiz xudo xolasa. Bir qator narsalarimizni, darvozalarimizni, pomidor, bodringlargacha olib boramiz obzorni xudo xolasa. Eng arzonlar shu joyda. Darvozamiz razmerlari eniga 330, stoykasi 8 ga 8 profil bo'ladi, tagida shunday bo'ladi. Tepasida 8 ga 4 profil bo'ladi, zamok zubir bo'ladi. Darvozamiz balandligi razmerlari 325 razmerga tushadi. Zamoklar zubir bo'ladi, kraskasi G2 kraskasi ochiladi. Kraskadan oldin bemalol kelib ko'rib olishlaringiz xudo xolasa uyaltirmaydigan ish bo'ladi. Nikellargacha e'tibor qilsangiz o'ta go'zal, niyabishni holatda chiqqan. Faqat ko'raveringlar. Keyingi darvozamiz sharmankalisi, biz vodiy bilan aytganda, sharmankalisi deyiladi. Reflonkalisi ham deyishadi. Darvozamiz razmerlaricha kichikroq, buniki 310 ga, balandligi ham 310 razmerga tushadi. Stoykasi 8 ga 8 bo'ladi. Buniki ham 170 tenkada bo'ladi. Mana mana shu joylari 2 qavat bo'ladi. Tagida shu izolyatsiya qilingan stiklavatlar bosilgan bor. Nikellari ham zo'r qatirgan bo'ladi. Nikellari ko'chib ketmaydi. Xudo xolasa. Joylari 2 qavat bo'ladi. Tagida stiklavata bo'ladi. Stiklavata shu izolyatsiya qilingan bo'ladi. Darvozamiz buniki ham 8 ga 8 profil bo'ladi. Tagida o'sha Eronning shivillari qo'yib beriladi xudo xolasa. Endi tepasiga 8 ga 4 profil bo'ladi. Обязательно darvozalarimizda zamoklari zubir zamok bo'ladi.
chekkalariga rezinkalarigacha qo'yib o'ta shumka qilib ishlatilgan. Xudo xolasa zo'r chiqadi. Darvozamiz ham kraskalari 1-2 bo'ladi. 1-2 o'sha mashinani kraskasi tashib beriladi. Xudo xolasa tepalarini ko'rishlaringiz mumkin. Havoyilar turishligi uchun, skvayzdan bo'lishi uchun rishotkalar qilingan. Rishotkalar o'sha lazerda o'yilgan. Hali chekkalardan zang chiqadi, mana qanaqa narsa bo'lmaydi. Xudo xolasa uyaltirmaydigan ish bo'ladi. Keyingi darvozamiz yana oddiyroq o'sha reflonkali, sharmankalisdan bir qavat bo'lgan. Narxlarni o'ta kelishtirib arzonroq qilib berilaveradi. Darvozamizni bir kvadratini 670 mingdan qilib berilaveradi. Buni ham o'sha aytgan stokalar 8 ga 8 bo'ladi. Tagida shivillerlarni qo'yib, tepasi 8 ga to'lgan profillarni qo'yib, GK2 kraska hammasiniki GK2, hammer kraskalarimiz ham bor. Hammer kraska endi nima deyiladi? Hammer kraska sachkalar bijir-bijir bo'lib, qandaydir yolliroq chiqadi. O'sha ham zo'r chiqadi, xolos. Uyaltirmaydigan ish bo'ladi. Hammerda ham har xillar bor. Karshinovoy bor, mokrisi bor. Xuddi shunaqa chiqilganlari ham bor, hammerlari. Sachib berilaveradi, xudo xolasa. Hamma baraka odamlar kraskaga tushunganlar bo'lsa, menga hammer sachib bilan deydiganlar ham kelib chiqadi. Buni ham shunaqa stoka 8 ga 8 bo'ladi. Tagida shivillar, qurbesh xizmat обязательно hammasi ichida. Keyingi darvozamiz ham aksiyaga qo'ygan darvozamiz. Darvozamiz razmerlari 325 ini, balandligi 330 razmerga tushadi. Tagida shivillar, chekkasida stokalar 8 ga 8, 8 ga 8 stenkasi 107 stenkada bo'ladi. Tagida 8 ga 4 profil bo'ladi, 8 ga 4 ham 107 stenkada bo'ladi. Zamoga zuber bo'ladi. Zuber chekkalar rezinkalarigacha qo'yilgan, o'ta shumka izolyatsiya qilingan. Xudo xolasa nikellarigacha daysin ko'rmetkalarda yopishilgan, zo'r chiqqan xudo xolasa. Uyaltirmaydigan ish bo'ladi xudo xolasa. Kraskalarga 3 yildan 5 yilgacha garantiya beriladi. GK2 kraska sachiladi xudo xolasa. Tagiga gruntopkalarigacha sachilgan. Kraskadan oldin bemalol kelib, bir qator ko'rib, ustaxonalargacha kelib ko'rib ketishlari mumkin. Xudo xolasa lokatsiyalarni tashlab berilaveradi telegramlarda. Keyingi bu tomondagi darvozamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? 1.8 da 2 lista mana shu joylar 2 qavat bo'lgan darvozamiz. Eniga 3.10 razmerga tushadi, balandligi ham 3.10 razmerga tushadi. Darvozalarning kvadratini bir qator telegramdan aloqaga chiqadigan bo'lsa ham yoki telefon orqali aloqaga chiqadigan bo'lsa ham narxlarni kelishtirib arzonroq qilib darvozamiz 1 kvadratini 1 million 100 ming so'mdan. Stokalar 2 lik profil bo'ladi, 8 ga 8. Tagida o'sha shivilleri ham o'ta qalin bo'ladi, 1.5 sm keladi. 5 lik deymi, bilmayman necha lik ekan. Shunaqa o'ta qalin bo'ladi. Tepasida ham 8 ga 4 profil bo'ladi. Zamohlari zuber zamoh bo'ladi. Stokalari ham shunaqa bo'ladi. Buni ham shunaqa grammatiklargacha sachilgan, o'ta zo'r chiqqan xudo xolasa, uyaltirmaydigan ish bo'ladi. Bir qator ko'rishingiz mumkin. Keyingi darvozamiz 1.8 da 2 listdan bir qavat bo'lgan darvozamiz. O'ta bu ham neobishli holatda chiqqan. Gulsizliklarda yoqtirishlikka, oddiyliklarni yoqtiradigan aka-ukalarimiz uchun bir qator ko'rishliklari mumkin. Tepasida mana rishotkalargacha qilib qo'yilgan. Rishotka endi lazerda o'yilgan. O'sha aytgan chekkalardan zang chiqib, anaqa uyaltirmaydigan ish bo'ladi. O'ta tiyomli chiqqan darvoza. Darvozamiz ham 8 ga 8 bo'ladi. Tagida o'sha aytgan shivillar bo'ladi. Shivillar o'sha 8 lik shivillar bo'ladi. O'sha aytgan qalin bo'ladi. Zamoga обязательно hammasini zuber zamoh bo'ladi. Grammatiklargacha sachilgan, uyaltirmaydigan ish bo'ladi. Keyingi darvozamiz bu ham o'ta yangicha fason. Yangicha fasonda ko'rishingiz mumkin. Bunaqa fasonlar uncha joyda yo'q, nikellargacha qo'yilgan. Germetikalargacha o'ta go'zal chiroyli qilib texa ishlatilgan, xudo xolasa zo'r chiqqan. Ko'rishlaringiz o'ta tekis chiqqan. Darvozamiz 1 kvadratini 850 ming so'mdan kelishtirib arzonroq qilib berilaveradi. Pastda lazerlargacha qo'yilgan 8 ga 8 stoka bo'ladi. Tagida shivillar bo'ladi. Zamoga zuber bo'ladi. Qurbesh xizmati hammasi ichida bo'ladi. Hurmatli aka-ukalar, bemalol Telegram orqali, WhatsApp orqali bizga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Rahmat.